Joyda 3 ta 4 ta giyoh. Pijma. Qurtni dodasini beraydigan borku, qurtni onajon deb chiqartib yuborgan. Qochib chiqib ketadi. Orqangizdan qochib chiqib ketadi qurtlar qochib borku. Katta odamlar bir choy qoshiq, ko'p emas, bir choy qoshiq yutish kerak yoki suv aralashtirib ichirib olish kerak. Yosh bolalarga yarim choy qoshiq ham yetadi. Achig'ini aytib qo'yay lekin. O't qopini shundaqangi haydaydiki, o't qopini mana jilchigonniy. Lekin tosh bo'lsa mumkin emas, shunisi bor. Xolesistit, pankreatit, вообще ko'zini uyadi. Hazmsizlik mana pijma. Eshitib qo'yinglar. Ko'rasiz? Ana endi eng asosiysi qiziqqanim. Yosh bolalarga mana oq qaldirmoq deydi. Bu mать и мачеха. Bronxit, bronxialni astma, yo'talda eng zo'r yo'talga oq qaldirmoq. Yig'latadi sizlarni ana yosh bolalarga ayniqsa вообще zo'r ketadi-da, yosh bolalarga. Mana uni endi ko'rsatdim-a, bu galega. Qaziyaptim, oy, yiqilib tushaman hozir. Sahrni debetga. Mana bo'lsa devasil. Tfu, astag'firullah. Devasil ana donnik. Mana donnik qon, eng yaxshi qon suyultiruvchi. Qaranglar, ketdi, yana ketamiz. Mana bu pasternak deydi. Pasternak, yovoy sabzi. Xullas, erkakning quvvatini ko'taradi. Xullas, uning tomiri yovoy sabzi deydi buni. Lekin mayda ekan. U mayda ekan lekin. Mana shu sabzisi bo'ladi mana shu mayda.